insonning vujudidagi bu xil yaxshi ko'rish, masalan, pul molni yaxshi ko'rish, ayollarni yaxshi ko'rish, bolalarni yaxshi ko'rish insonni doimo halokatga yoki boshqa yomon yo'llarga ham boshlaydigan ishmi bu? Allah nima uchun buni bizni yaratdi? Tabiiyki, Allah subhanahu va taolo insonni qo'ygan har bir tabiat, insonni birga yaratgan har bir mijoz insonning yuksalishi uchun yaratilgan. Qandaqdir inson u orqali vayron bo'lsin uchun emas. Unda olgandan keyin bu yerda ayollarni yaxshi ko'rgani insonlarning, bolalarni yaxshi ko'rgani, pul-molni yaxshi ko'rgani agar yo'lliq ishlatilsa inson yuksaladigan bir bosqich. Yani bu insondagi bu xil havas, bu xil muhabbat, bu xil yaxshi ko'rish, bu xil intilish qo'shbislik. Yani ikki palampayning oldidagi bir tabiat insondagi bu. Birisi ustiga mangadigan palampay, yani birisi o'rak, azgalg'i mangadigan palampay. Agar sen vujudingdagi, tabiatingdagi bu xil muhabbat, bu xil hissiyat, bu xil shahvat deb turli, bu xil shahvatni yo'lliq shakl sola olsang, sen ustun palampayga otlanib mangsa, o'zing taraqqiy qilsa, Allohga yiqilishsa. Bizning eng oxirgi bo'lgan natijamiz bo'lgan, g'oyamiz bo'lgan, biz izlayotgan bir natija va bir g'oya va jannat. Shu yerga demak, mushu ayollarni yaxshi ko'rish, bolalarni yaxshi ko'rish, pul-molni yaxshi ko'rish bilanmi Allohga yaqinlashqili yuksak darajada yukselgili bo'ladi, yuqori darajaga yukselgili bo'ladi. Ammo aksi taqdirda munosib o'rin, munosib vaqtda ishlatmagan vaqtingda bu seni pastga buradi. Baro-baro pastlashsa, har qadam og'iningda pastlashsa, har palampay tushsak pastlashimiz emasmi? Tuvallaymiz emasmi? Inson tuvallaysa oxirida do'zaxda o'zini ko'rsa. Amaliyotda bu insonning bu pul-mollarni yomon yaxshi ko'rganining hammasi yomon emas. Masalan, buni tushuntirish uchun bir misol olaylik. Bizda bir bak benzin bor deylik. Bu benzinni bizning mashinamizning benzin quydigan yeriga quydik. Yani mashinaga benzin qochildi shu benzinni. Biz mashinani qo'zg'atgan vaqtimizda bu benzin portlaydi. O'tqa aylanadi bu. Ammo bu bizga nisbatan zarar solamdi. Yo'q. Chunki benzin munosib o'ringa qo'yildi, munosib shaklda qo'llanildi, munosib vaqtda. Uning portlig'ini bizga ziyon ekanmidi, balki bizga manfaat ekaldi. Biz shu orqali xalqan yerimizga boramiz, osmonda uchimiz, aeroplanlarda masalan. Bu benzinning munosib o'rin, munosib shaklda qo'llanilganining ijobiy tarafi. Endi bu benzinni agar mashinaning ichiga to'kilib, darhollam o't uchiqini bo'lgan hamallam bizning hammalarimizni mashinalarga qo'shib o'zimizni ko'ydirib tashlaydi. Aynı şekilde insondagi shahvat, insondagi havas, insondagi bir narsalarga qiziqish, yaxshi ko'rish Allah insonda qo'ygan bir tabiat u. U butunlay yomon narsa emas u amaliyotda. U faqat insonning Allohga yiqilish uchun, Allah tarafiga yukilish uchun qo'yilgan narsa, ya'ni qo'shbislik, bir taraflama narsalar, bir taraflama xarakterlar. Yani o ki aldığımızda ya örleydiğen palampay oludu yoki tüvelleydiğen palampay oludu. İki palampay, birisi igizge mağıdığan, birisiga pastga mağıdığan. Bizning havasimiz aynı şu şekildeki narsa. Yani biz o'zimizning havaslar, biz dilda qo'yilgan şu muhabbat, şu havas, şu yaxshi ko'rish, şu qiziqishlarni ash igisi yaratgan, igisi degan bo'yicha ish qila olsak, biz o'rlaymiz. Şu vaqtda biz bu havaslarımızga qarshi qahramon bo'lgan bo'lamiz. Sura Qasasning 5-oyatida, 50-oyatida Allah subhanahu va taolo mush nuqtani tilg'ilib nima deydi? "Va man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah." Allohning ko'rsatmasdan halqib o'zining xohishiga ergashganlar. Insonda bir xohish bo'ladi, zidoq bayatdan yana. İnsanda bir muhabbat oldu bayatında. İnsanda bir qiziqish oldu, shahvat oldu. Ama bu shahvatning ishlatadigan bir yo'li var, ishlatadigan bir shakli var. Allah ko'rsatgan shaklda ishlatmaganda bizning ishimiz yo'q. O vaqtda eng ozg'un odam biz bo'lamiz. Eng ozg'un odam biz bo'lamiz.
Demek Allah Subhanahu ve Teala insanı bilip yarattı Allah Subhanahu ve Teala. Latifun habir Allah. İnsandaki koygan her bir micaz, karakter, alohidliklerini bilip koydu insanda. Çokum ki bunun mağdurluğundan bir tabi ölçemlik yolu var. Onu eğer aşı yolunun gayri yoldan mağdasak, hata yolga mağan bulunuz ki pesleyimiz, tövelleyimiz. Yeni bir yolda mağsa biz igizleyimiz, yüksülümüz tabi.